1949-yil dekabr oyi. Moskva. Stalin qabuliga ilk bor Xitoyning yangi rahbari Mao Zedong tashrif buyuradi. Yopiq eshiklar ortida nafaqat Xitoy, balki Sharqiy Turkiston taqdiri ham hal etilayotgandi. Katta ehtimol Alixon To'ra Sog'uniyning ham. Bugun shu haqda gaplashamiz. Bu o'tirgan odamlarimiz hammalari islom farzandlari. Islomning Ulug' olim, tafsir, hadis, fiqh ilmlarida bilimdon, ma'rifatparvar va taqvoli zot edi. U Usmonli imperiyasi va Hijoz qirolligi davrlarida haj safarlarini ado etadi. Buxoro madrasasida islom dinidan dars berar ekan, siyosiy qarashlari tufayli bir necha bor qamoqqa olinadi. Murbod qamoq va hatto Sibir surgunidan qutulib, Sharqiy Turkistonga yo'l oladi. 1944-yil noyabrda Urjada qo'zg'olon ko'tarilib, Xitoyning chaykayishi va gamindanchilardan iborat 100 ming kishilik armiyasi janglarda yengilgach, 12-noyabrda katta hududda Turkiston xalqlaridan iborat diniy birodarlik birlashtirgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati tuziladi. Ana shu qo'zg'olonning yirik tashkilotchilaridan biri Alixon To'ra Sog'uniy bu davlatning muvaqqat hukumat raisi etib saylanadi. U milliy qo'shin tuzib, marshal unvoniga sazovor bo'lgan birinchi o'zbek sifatida tarixda qoladi. Lekin Xitoy hokimiyati tepasiga kommunistlar kelgach, SSSR qarorini o'zgartiradi. 1946-yil 28-iyulda Alixon To'ra Sovet maxfiy xizmatlari tomonidan o'g'irlab, Toshkentda umrining oxirigacha uy qamog'ida saqlanadi. Bu davrda SSSR qulab, Turkiston mustaqil bo'ladi degan ishonch va umid bilan qalam tebratadi. U payg'ambarimizning siyrati, tarixi Muhammadiy, Turkiston qayg'usi, temir tuzuklari va tibbiyotga oid asarlarni yozib qoldiradi. Alixon To'ra Sog'uniy Toshkentdagi Shayx Zayniddin mahalliy nomi Ko'kcha qabristoniga dafn etilgan.